Ko'pchilik savol beradi, Afsona bog'i Namangandagi nechagacha ishlaydi deb. Hozir soat 10 mi, o'g'aynim? Albatta, 10:30 bo'ldi soat. Toshkentdan mehmonlar kelishgan. 10:10. Hozir mana shu Chaqpalakka chiqamiz hozir mana. Duo qilinglar, biz chiqib ketyapmiz mana do'stlar. Bismillah. Qani. Ovqat esa mana bu. Ovqat esa Mayta restoran. Nechta ishamiz? Nafas. Kechiring. Yo, nafas. O'rtoqlar, biz hozir tepaga chiqdik. Hali yarmiga yetib kelgani yo'q. Va butun dunyo kuzatyapti seni. Mana butun dunyo. O'rtoqlar, hozir biz eng tepasiga chiqdik mana. Hozir ko'rishinglar mumkin. Mana pastki tomondan ko'ringlar. Mana Afsonalar vodiysi. Vobshi baland ekan. Taassurot qanaqa vog'ayni? O'rtoq, men hozir yuragim bilmayman nechiga chiqib ketdi dalina boshim. Yomg'ir yog'yapti mana. Biz sekin pastga tushib kelyapmiz o'sha. Hozir vashti zo'r bo'ldi lekin. Kamera yo'q-ku? Yo'q, yaxshi, zo'r. Yaxshida. O'rtoqlar, mana shu Chaqpalak 40 ming so'm ekan, 40 ming so'm. Hozirgi 2025-yil 40 ming so'mdan bemalol tepaga chiqib cho'rasizlar. Vashti zo'r adrenalin. Gap yo'q. Balandligini qaranglar mana shu. O'rtoq, ana shunga chiqdingiz-ku? Voy, o'rtoq, men tavsiya qilaman-ku, lekin bir tahorat chiqinglar jigarlar. Tahorat.